Assalomu alaykum kanalimiz amoyishlari. Bugun 14-yanvar do'stlar. Birinchi tumani Navoiy ofida toza joy sotiladi do'stlar. Bu toza joyimizning yer maydoni 6 sotik. Yaqinda solingan do'stlar. Hali bir 3-4 oy bo'lmagan. Hamkor uchdan bo'lgan. Kakishtik fundamentlari chiroyli deb qo'yilib, даже soqillar ham qo'yilgan. Bu yoqda yana hadavr yeri bor do'stlar buna. Bu yoqda 8 metr yeri bor. Bu yoqda bir 4 xona savarsangiz bo'ladi. Xonasına kelsak, xonasi do'stlar koridori bilan 5 xona desa ham bo'ladi. Orientirda aytmoqmiz. Orientirimiz Navoiy Ofi 4 yo'l. 4 yo'ldan sal o'tasizlar, shurada Zikash keladi. Zikashdan chapga burilasizlar birinchi ko'cha o'ngga bo'ladi do'stlar. Shu yerda toza posilkada. Bu yerda do'stlar gaz yo'q, svetdan, Wi-Fi'dan problem bo'lmaydi. Ketkichini ko'rsatamiz. Yo'llarni tosh to'shalgan. Oynalari plastik, eshiklari ham plastikdan ishlangan do'stlar. Ustlari ham suv olib, chiroyli bo'lib turibdi. Yaqinda suv olgan sotlar ham. Kirgan yerda katta hol bo'ladi, 4,5 ga 4. Bunday ketgan koridori 3 metrlik dagansa. Chiroyli tib, arka tib ishlaganlar do'stlar. Arkani bu yerda eshik qoldirgan, na всякий случай, ana yoqdan bir 4 xona savarsanizlar, xudo xolasa shu yerdan eshikni ochib qo'shsanizlar bo'ladi. O'ng tarafimizda katta koridor bo'ladi. Katta koridorga ikkita zal qarab turibdi do'stlar. O'ng tarafi mujiklarniki bo'lsa, chap tarafidagi ayollarimizga. Razmerni kelsak 4 ga 6 do'stlar. Terak bilan bostirilgan, moylanib chiroyli bo'lib turibdi. Chap tarafimizda shunday razmerda zal. Pesh o'rinlari qo'yilib turibdi chiroyli fundamentdan. Koridordan pochta bir xona buning. 3 ga 4 bor o'xshaydi bu ham. Eng oxirida o'ng tarafimizda kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasi ham katta, bir xona desa ham bo'ladi. 4 ga 4,5. Patologina kelsak, patologi pochta 3 xonasi patologlangan desak ham bo'ladi do'stlar. Koridor, kuxnya, o'tiradigan holi. Eshiklar ham bor do'stlar. Eshiklari qo'yilma turibdi. Taxtadan quvvatli eshiklari bor. Eshiklarni o'zingiz qo'yib olasizlar. Bu yoqda buni tepli pol aytaman deb to'ldirib qo'yib degan chagadan do'stlar. Bu yerda yana apparaturalarni nelar qo'yib qo'yasizlar. Orqa taraf ham chiroyli deb ishlanib turibdi. Hamma tarafi zabor bilan ishlangan. Bu yog'i SB shipperdan, bu yog'i qangaldirdan chiroyli deb ishlab qo'yibdi. Yer kranida kelsak, yer kranimiz ham bor. Polni yerda sug'oraversangiz ham bo'ladi, ichsangiz ham bo'ladi. Mazali suv deydi. Ana yoqda chertaga masab qo'yibdilar. Ertak tovuqxona, molxona deb bersangiz ham bo'ladi. Polni bunday aylantirib chiroyli deb ishlaganlar. Bu yoqni ko'rsatib ber. Bu yoqda xohlasangizlar garaj salaslar xohlasangizlar 4 xona savarsangiz bo'ladi. Hadavr yeri bor. Ana yoq chegarasi ana shu molxonagacha. Bahosini kelsak, bahosi 200 million so'm aytilishi. Kelishilgan narxda sotiladi do'stlar. Telefon nomerlari yoziladi, zamon etib kelishib olasizlar. Bu videomizni shunday toza joy izlab yurgan yurtdoshlarimizga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni unutmanglar do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.